Oldingi videoyimda detalini shu holatda ko'rsatdim. Endi sizlarga bu holatda ko'rsataman. Bitta, ikkita, 3ta. Jami 3ta komplekt bor bu yerda. 3ta stolga. Aytganimdek, to'rli 5lik terilardan ishlatilgan. Ichlariga, ustlariga, setkalarga alohida teri zakaz qilib yasalgan. Zaklovkalar har bittasi alohida qoqib chiqilgan. Ichida katta zaklovka bor 4 tadan. Mana ko'rsanglar bo'ladi, Luzani Master logosida. Bu setkamizni oddiylikdan zerikkanlar, asosan qimmat ko'rinish xohlaganlar va qimmat ko'rinishini istaganlar oladi. O'zi ham aurasi etib turibdi setkani. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu o'rtada turgan, bu ikkitasi chetda turadigan.